Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni ko'rib turganimizdan g'oyatda xursandmiz. Sizlarga bugun tovarlarimizni skidka narxlarda yangi yilda bir mazax sotadigan tovarlarni sizlarga hozir chiqaramiz. Bahorgilari ham bor, hozirgi ham bor. Bir maza qilib tovarlar sotib foydalaninglar. Qaranglar, bular ko'pligini va shu maza qilib foydalanadigan tovarlarimiz. Hozir hammasini birin-ketin sizlarga narxlari bilan, razmerlari bilan, materiali bilan foniy tanishtirib beraman. O'zim bittadan laykni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. 10 mingta bo'lishimizga ham oz qoldi bu kanalimizda. Muhtaramlar, bo'lmasam boshladik. Mana shu tomonni ko'raverasizlar. Mana qaranglar. Fasonlarni juda ham chiroyli ishlangan, qo'llari tigri, tugmalarli, pechatlari ham yaxshisidan urilgan, toshlari lozimi ham bor. Lozimlari har doimgidek ko'pchilik savol berishdi kommentariyada, o'tgan safar ham lozimlari orqasida turibdi. Hammasini lozimi bor. Duo aka. Materiallari bambuk, razmerlar shu 46 dan 54 gacha ham tushaveradi. Narxlari mana shu tomon 120 ming so'mdan. Keyin mana ular bor. Bular velvetni ham birinchi sorti, bularni ham lozimi bor. Bo'ylari uzungina. O'tgan safargidan uzun chiqdi. Ko'pchilik olganlar buni bilishadi klientlarimiz. Narxlari mana shular hammasini 110 mingdan qilib beraveramiz. O'tgan safarlari buncha qimmatroq edi. Mana yana skidkasi qilyapmiz. A'lolar ekan. Mana xermislarimiz ham bor. Bularda rasvetkasi rosa ko'p aylanib turadi. Har xil gullardan chiqarib turamiz postoyanniy. Ranglari keladigan bo'lsa bir 20 xil, 25 xil ranglar postoyanniy bor. Hop, keyin mana ularga keladigan bo'lsa, bular ham mana hozir yaqinda chiqdi. Bular yangilik. Foniy mana lozimlari bilan, ranglari ham juda ko'zga tashlanadigan narsa. Foydalansalar ham mazax sotadigan narsalar hammasi. Bularning narxlarini 110 ming so'mdan qilib beramiz. Kupra bambuk. Foydalanaverasizlar. Qaranglar, mana yozuvlarini ham vaqt chiroyli qilingan. Modellar ham. Bu ham mana alonimizni bitta turi, mana bu ham rasvetkasi. Velvetni ham e'tibor beringlar, eng yaxshisi, eng qimmat ishlatilgan. Narxi arzon bo'lsin deganimiz yo'q. Ketsa-ketsin, lekin tovarni sizlarga sifatli, chiroyli ishlab chiqarishga harakat qilyapmiz. Mana shular ham hammasi 110 ming so'mdan. Ular qaranglar, mana hammasidan pachka rasvetkalarimiz bor. Ob'yom qancha kerak bo'lsa, mana pastki nomerga aloqaga chiqinglar, sirasi chiqarib berib turaveramiz. Biz xizmatga tayyormiz. Keyin mana ularimiz ham bor, bambuk, ayiqchali. Bular ham vaqti zo'r narsa. Rasvetkalarni ko'ryapsizlar, juda ko'p. Stillari har xilli. Buni gulchali, ayiqchali. Bular narxini 80 ming so'mdan qilib beraveramiz. Narxlari o'sha aytganimdek 80 ming so'm. Mana inglarni ham ko'ringlar, juda yaxshi ishlangan. Ayiqchalarini qaranglar. Hop, razmerlar o'sha 46 dan 54 gacha ham tushaveradi. Razmerini katta ishlanadi. Buni ham rasvetkalari bor, anchagina. Muhtarlar, keyin mana unga ham e'tibor beringlar. Keyin jichak nimasiga xafa bo'lmaysizlar, qorong'ida olyapmiz. Klientlar ko'payib ketishadi, kunduz ola olmaymiz. Shuning uchun mana materiallar o'sha. Ana aloni, bu ham rasvetka. Mana qaranglar, lozimlari ham ko'ringan model holati. Kapishonkalarni ham juda yaxshi ishlangan, kashiflarga javob, tikilishlariga ham javob. Harta albarak chiqqani yo'q, muammo bo'lgani yo'q. Shuncha klientlarimiz olib foydalanishyapti. Oniki mana bu yerda ham buni rasvetkalari bor. Buni qaranglar, chiroyliligini. Olib foydalanaverasizlar. Mana bunaqa modeli ham bor-da buni. Qaranglar. Vosh zo'r ishlangan cho'ntaklarni. Materialni o'zi hamchi bu modelga zo'r tushganda. Vosh. Maza qilib kiysalar ham, sotsalar ham bo'laveradi. Oladiganlar. Biz keyin donaga ham optimga kelishgan narxlarda chiqarib beraveramiz. Men hozir optim narxini aytyapman, donaga kelishamiz narxini, uni ham chiqarib berilaveradi. Rasvetkalar har doimgidek bor buni ham. Keyin mana uni boshlasak, bu ham ko'proq bambuk. Mana qo'llarni qaranglar. Shu zo'r ishlangan buni qo'llari. Toshlariga e'tibor beringlar. Toshlari ham juda yaxshi. Modellar gullari hozircha shu. Keyin ertadan xudo xolasa buni yana gullari chiqadi. Buning narxi 115 ming so'mdan. 115 mingga bunaqa narsa berammi? Albatta bermaydi. Faqat bizda olib foydalanaverasizlar. 115 ming so'mdan ko'proq bambuk. Bahorgacha zo'r sotasizlar. Bahorda ham zo'r buni olish foydalanishadi. Keyin mana ularimiz bor. Bunga ham e'tibor bersalaring, bu ham juda yaxshi ishlangan. Toshlari ham Swarovski tosh, oldilari ochiladi, tugmali. Bu eng trendda bo'lgan modellarimizdan biri bo'ladi. Buni narxi 115 ming so'mdan, bu ham 105 ming so'mdan, o'zim adashib ketdim. 105 ming so'mdan lozimlari bor hammasini. Qaranglar, buni ranglari keyin yana bor. Ranglari buni ham xudo xolasa eskilarda yana yangi gullardan qo'shiladi. Mana unimiz bor. Bu razmeri sal kattaroq. 54, 56.
Menimcha bu 58larga ham tushadigan razmerlari bor edi. Hop, buni narxini 110 ming so'mdan qilib beraveramiz buni ham. Cho'ntaklariga e'tibor beringlar. Katta razmer so'ragan, duvoyka so'raganlarga bizda bor. Buni ham bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Hop, kiyimini tomonimiz bor. Bularni ham hozirlarga birin-ketin ichkariga kirib tanishtirib beraman. Muntaqlar kimononing aytib qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Mana hali ko'rganlaringni, mana rasvetkalari, gullari yana bor. Ko'rsatib o'tib ketdim, gullari bor. Kimono mana yerda ham hozirroq shu gullaridan bor. Buni ham aytaverasizlar. Ichkariga mana kirib oldik. Bo'lmasa mana shundan boshlab tanishtiraveramiz. Mana old toshlarda toshini ko'ringlar. Swarovski toshni ham yaxshisidan urganmiz. Rasvetkalari juda ham ko'p. Sifatiga garantiya beriladi har doimgidek. Ranglari mana bo'yinlarida tosh bor. Ikki xil guli bor buni. Mana unisi boshqacha gul, mana bo'ynida nimasi farqi bor, kiminisi ham bor. Ikki xil gulda. Narxlarini 125 ming so'mdan olaverasizlar. Narxlarni 125 mayli. O'taversin. Bir maza qilasizlar klientlarimiz. 125 ming so'mdan bambuk materiali 46 dan 52 ga 54 gacha razmerimiz bor. Hozirda kimonolarimiz bor, oldi toshli bugun chiqdi. Bular yangilik. Narxlarini 110 ming so'mdan qilib beraveramiz. Bambuk bu ham bellar qismi bu yangilik chiqdi. Raza olib foydalanaverasizlar buni ham. Kimononimiz bor. Buni 125 ming qilib beramiz. Buni hozir ikkitami cho'l guli bor. Kelishsa narxini ozgina skidka qilib beraveramiz mana shuni. O'zi oz qoldi bu. Lekin mana ularimiz yangilik chiqdi. Mana shular bugun chiqdi. Mana ponni. Bularni ham narxini 110 ming so'mdan qilib beraveramiz. Lozimlari bor, materiallari bambuk. 54 gacha razmerimiz bor. Endi mana unimiz boshida sizlarga e'tibor bersalaring, mana uni ko'rsatdim tashqaridan turib. Buni boshqachasi bu, ko'pchilik mana shu bilan buni adashtirishadi. Bu 140 ming so'mdan bu. Oldilari ochiladi, sifatlariga garantiya. Toshlari yaxshisidan ishlatilgan, materiallari bambuk. Hammasidan mana pachka rasvetkalarimiz bor. Xalatlarimiz ham bor. Hozir buni birin-ketin ko'rsatib o'tib ketaman. Xalatlarimizni ham o'zimiz sex. O'tali hozir yana u tomonga hozir ulab ketamiz. Hop, endi xalatlarga keladigan bo'lsak, xalatlarimizni tanishtirib o'tib ketadigan bo'lsak, mana shu tomon mana bemalol mana shularni 68 ming so'mdan olaveringlar. Mana shular. Materiallari bambuk. 46 dan 54 gacha razmerimiz bor. Mana shu tomon, keyin mana bu tomon ham ponni mana shu narxda olaverasizlar. Sizdan like bosib qo'yinglar, shunchalik sizlarga skidkalar qilib beryapmiz. Mana shu tomon ham ponni shu narxda. Anorlarda yangi gullar, bulardan ham olib foydalanasiz. Yaxshi ketyapti bular ham. Keyin mana yoqalilarimiz bor. Bular 54, 56 katta razmerlar. Buni ham onalarimiz juda yaxshi olishadi. Keyin bularda lozimi yo'q. O'zi xalatni o'zi bo'ladi. Ko'pchilik lozimi bormi buni deydi. Yo'q, buni lozimi yo'q. 54, 56 mana shularni fonni 85 ming so'mdan qilib beraveramiz. Rasvetkalarga keladigan bo'lsak, rasvetkalarni ko'ryapsizlar, juda ko'p. Qancha ob'yom bo'lsa bor, yoki siqqanicha qo'yilgan, bu ob'yomdan ko'proq bor. Mana bu yerda ham ponni gullari ular uchun tayyor. Endi hozir u tomonga tashqariga o'tib, bitta sizlarga ko'rsatib ketaman. Hop, mana unimiz ham bor. Duvoyka bu. Xalati duvoykaligi, mana shuni duvoyka so'raganlarga mana shuni taklif qilamiz. Buni narxlari keladigan bo'lsa 125 ming so'mdan 46 dan 54 gacha razmerimiz bor. Toshlari ham mana har xil gullarda urilgan. Mana uni ko'ringlar, anorni. Juda chiroyli. Mana buni a'lolari, rasvetkalari bor buni. Rasvetkalari bundan ham har xil gullari bor. Bu haligi nimamizniki. Buni aytdim narxini. Keyin mana unimiz bor, xalatimiz katta razmer so'raganlar uchun katta razmerli xalatlar. Bo'ylari bo'yi necha mana shu Zokir aka? 130-35 kg. 130-135. Mana uzun xalat so'raganlarga bo'yini. Bo'yi uzunini ko'rsa 52 dan 60 gacha razmerimiz bor. Narxlariga keladigan bo'lsa, buni 115 ming so'mdan qilib beraveramiz. 52 dan 60 gacha 115 mingga menimcha bunaqa narx topib bo'lmaydi. Bemalol olib foydalanaverasizlar. Qaranglar, rasvetkalari qancha kerak bo'lsa, rasvetkalari bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ponni dastavkamizni chiqarib berib turamiz. Hamma viloyatlarga dastavkalarimiz bor. Tovarlarimiz hozircha shular. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha